Qur'on o'qiyotganingizda mana shu kalima ikki xil ko'rinishda kelganiga guvoh bo'lgansiz. Biri mana bunday alif bilan, biri esa alifsiz kelganiga guvoh bo'lgansiz. Buni shunchaki xattotlar qiziqishga yozib ketgan yoki chiroyli qilish uchun yoki mushafga sig'dirish uchun qilgan deb o'ylaysizmi? Yo'q, unday emas. Buni tagida juda ham ko'p balog'aviy sirlar bor, balog'aviy ma'nolar bor. Hozir men sizga mana shuni aytib beraman. Bu kalima Tavba surasining 40-oyatida keladi. Ya'ni hamroh ma'nosida keladi. Bunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu nazarda tutiladi. U kishi payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan bir g'orda hamroh bo'lganligi haqidagi oyatda keladi. Ulamolar mana shu kalimadagi alif bo'lmasligining sababi u inson payg'ambarimizga Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga juda ham yaqin bo'lganliklari uchun, hattoki oralariga bir qil sig'maganligi uchun mana shu kalimaga ham alifni sig'dirmasdan tushirib qoldirishdi deb ta'vil qilishadi. Bu kalima Kahf surasining 34-oyatida ham mana shunday alifsiz keladi. Ya'ni ikkita aka-uka haqida keladi. Biri takabbur, o'zini ikkinchisidan ustun bo'lib, uni kamsitib kelgan oyatda mana shunday alifsiz keladi va undan keyingi oyatda mana bunday katta alif bilan keladi. Negaki u yerda ikkinchisi birinchisiga aytadiki, seni tuproqdan, so'ngra nutfadan va seni inson qilib rostlagan zotga kufr keltirasanmi degan oyatda bu sohib kalimasi mana shunday katta alif bilan keladi. Nega bu yerda alif sobit qoldi, ya'ni tushib qoldirilmadi? Chunki bularning orasida juda katta farq bor. Nima farq bor dersa, buni birida iymon bor, ikkinchisida esa iymon yo'q. Mana shu ikkalasini farqini ajratishlik uchun mana shu kalimaga alif sobit qilindi deyshadi. Qur'ondagi birgina alif bir qancha balog'aviy ma'nolarga ega ekanligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Mana shunday videolar sizga qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosib, do'stlaringizga tarqatib qo'ying.